uyda eshik tanlashdan muammo bo'lib turgan bo'lsa, kelishilmay turgan yerinde Elektrus do'koniga kelasiz. Sizda tanlash imkoniyati yana ham kuchayadi. Oldindan 10% to'lov bilan bemalol xarid qilib ketaverasiz. Hozir Ramazon oyida skidka bilan 1.550 ga qo'yamiz. Xalasalar magnit zamok, xalasa dilli zamok, 2 kilitli, quloq nalishliklari ichida bo'ladi. Kilovat sotib beramiz. Uyni remontini qarab eshik tanlagan yaxshimi yoki bo'lmasa eshikni svetini tanlab turib uyni remont qilgan yaxshimi? Elektrus magazinida sizlarga 4 xil variantdagi eshikni taqdim qilajakmiz. Krashinli stil eshikimiz bo'ladi. Bu stil eshikimizning 3 xil rangi bor. Makko sveti, bam, o'shim, sifatına javob. Dim chiroyli. Agar uyda eshik tanlashdan muammo bo'lib turgan bo'lsa, kelishilmay turgan yerinde Elektrus do'koniga kelasiz. Sizda tanlash imkoniyati yana ham kuchayadi. Box svetimiz bor. Box svetimiz. Sifat ham zo'r ekan-da, buni qalin ishlangan ekan-da, ha? 1.850 1.800 sotganmiz. Hozir Ramazon skidkasini munosabati bilan 1.650 qo'yib beramiz. Xalasalar magnit zamok, xalasalar zamok ham, quloq ham hamma o'zida bo'ladi. Ustanovkasi oddiy bo'ladi, ustalarimiz bor. Agar pulingiz yetmay turgan bo'lsa, bir zumda bilan bular hamkor bo'ldilar. Oldindan 10% to'lov bilan bemalol xarid qilib ketaverasiz. Og'amlar telefon nomerini qo'yamiz. Puli yetmagan joyinda bir zumda durib beraman deb turibdi. To'g'ri keladigan sizga xarid qilib beraveradi. Bo'lib beraverasiz 1 yil davomida. Xudo xolasa. Makko svetimiz bo'ladi. Xalasa shishali, shishasi neobishniy ajoyib. Bam krashinli ishimiz. 2 xil shishali varianti bor. Shishasini ko'rib tursiz, modasini. Sizga qaysi to'g'ri keladigan bo'lsa, shishasi yo'q ham bor. Shu ishlar narxini necha so'm deganlar uchun narxini aytib o'tamiz. Narxidan keladigan bo'lsak, endi bu shishali bo'lganligi uchun buni hozir Ramazon oyida skidka bilan 1.550 ga qo'yamiz. Xalasalar magnit zamok, xalasa dilli zamok, 2 kilitli, quloq nalishliklari ichida bo'ladi. Gulxoyimizni 1.450 qo'yamiz buni. Ekranda telefon nomer qo'yamiz. Eshikdan muammo turgan bo'lsangiz, agar sizga neobishniy svetda eshik kerak bo'lib turgan bo'lsa, bemalol telefonlashasiz. Xudo xolasa, Elektrus magazini sizlarga yordam beradi yurtdoshlar. Oq modeldan bir qator ko'rsatamiz. Shishasi ham dum xo'shroq ko'rinadi mana. Omma ko'radi. Buni narxi ham shu baqami? 1.550 ming. 1.550 ming so'm. Shu svet ham xo'shroq ekan. Dum xo'shroq ko'rinadi. Buni kilosini chekib chiqaring. Kilosam o'rgan mana. Keyingi videoda agar xolasalar har bir eshikning kilosi bilan birga sizlarga videoda chiqarib beramiz. Kommentariyga yozib qoldiringlar. O'lcha kilosini desangiz kilosi bilan o'lchaymiz. Pulingiz 7000 qon taqdirda bir zumda magazini sizlarga yordam beradi. Ekranda telefon nomer qo'yamiz. Elektrus magazinning manzilini yaxshilab eshitib olinglar. Sanoatchilar ko'chasida. Bayon tarafi Til Center tarafdan kelaverish, bayon tarafi esa Xorazm avtodek xizmat salonidan kelaverish bo'ladi. Ekranda telefon nomer qo'ydik. Bemalol telefonlashsangizlar, sizlarning ishlaringizni tezroq bitirib beradilar.